adolat va ma'naviyat mana shuni bilinglar, o'zaro chambarchas bog'liq. Ma'naviyat bo'lmagan joyda hech qachon adolat bo'lmaydi. U 2010-2012 yil emas, 1 yilda oldimman. Mana nimalarga boryapmiz biz. Mana o'zlaring ko'rib tursa ahvol qanday. Toshkent viloyati bilan Toshkent shahar, ayniqsa Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha u kechirasizlar do'kon qilib olgan sudxonasini. Men tahlil qilib, menga aytdim, olib kelinglar qani. Bironta sud oqlov qaroriga qo'l qo'yganman. Nechta, qachon? Ming afsus, bo'lsa bitta yo ikkita. Bu qaqa boryapmiz. Xafa bo'lmanglar, kimsizlar o'zi? Jamiyatda qanday sizlarga odamlar baho beryapti? Kim sizlarga bunday huquq beryapti? Aksariyat hollarda aybsiz shaxslarni oqlash uchun to'liq asoslar bo'lsa-da, jinoyat ishlari turli soxta bahonalar bilan qo'shimcha tergovga qaytarib kelishadi. Albatta jazo, yana bir marta jazo. Qaysi ustoz sizlarga buni o'rgatgan? Qaysi jamiyatda yashayapsizlar? Nima uchun men bu gaplarni gapiryapman? Kim qila oladi hozirgi adolatni? Kim ishonadi? Men bugun yangi rahbar bo'lib hamma yerga borib gapiryapman. Adolat deb. Bu yerda men ishongan sudyalar adolatsizlik ish qilsa, bitta fuqaromizni ham adolatsizlik hukm chiqarish, u xiyonat, siyosatga xiyonat. U biz bilganimiz hali. Sizlar hali kelishganlaringdan tashqari. Mana bir misol. Fuqaro Rasulov Yangiyo'l tumani sudi tomonidan firibgarlikda ayblanib noqonuniy ravishda jazo hukm qilingan. Ushbu fuqaro oradan 3 yil o'tib, qancha murojaatlardan so'ng faqat bosh prokurorning aralashuvi bilan oqlangan. Biz ana shunday noxush, sharmandali holatlarni bartaraf etish maqsadida qo'shimcha tergov institutini bekor qildik. Bilasizlarmi, men mana shu saylov oldida ham o'zimni qiynab yurgan ko'p viloyatlarda ishlaganman, rayonda ishlaganman. Qo'shimcha tergov degan narsa bu balo edi-da, bu sudlarda bir qandaydir adolatsizlik quroli edi. Bechora odam keladi, qo'shimcha tergov. Keladi bugun ertaga 10 kun u fuqaro sandan kattaroq odam o'zi. Fuqaro uchun sen shu ishga kiryapsan degan savolni birov berish mumkinmi, yo'qmi? Kimsiz o'zi sudning kattasi? Xolagan kuningiz 3 kunga yana ko'chirasiz, xolamagan kuni ko'chirmaysiz yoki tergovga jo'natasiz. Kim sizga asos berdi bunga? Qo'shimcha tergov institutini bekor qilganimiz bu bejiz emas. Bu o'zim tashabbus bilan chiqib bu o'yinlarni yo'q qilish kerak. U sizlarga kechirasiz, yomon illat